Ana bugun yakshanba, bemorlardan xabar olgani kelsam, eshik tagida bemor kutib turgan ekan bizani quloq og'rig'i bilan. Xo'p, bu chap quloq, ahamiyat bersanglar, bemor quloqini tekshirganimizda, u parda bo'lsa, parda ichkarida bosim oshishini hisobiga sulxoy turbi ishlamagan va bu yerda bosim oshgan. Bu eksudat. Parda bu yoqqa nima qilyapti? Shib turibdi, shariflaganda. Ichki bosim oshgandan keyin avtomatik quloqda kuchli og'riq beradi, o'sha shamollash hisobiga. Buni holatda tavsiya beramiz, mesniy og'riq qoldiruvchi va общий og'riq qoldiruvchi va burun yo'llarini ochib sanatsiya qilish, sulxoy turbani yo'lga ishini joyiga keltirish. Shunda bu yerda bosim kamayadi, og'riq kamayadi, tezroq yiring suyuqlik chiqib ketadi. Tavsiya bermayman Floxadex va Livinsin spirtni bunaqa kuchli og'riq paytida, otyoq paytida, sababi Floxadexda sostavida og'riq qoldiruvchisi yo'q, sostavida deksametazon bilan antibiotik bor. Uni tomizilgandan keyin ko'p miqdorda tomiziladigan bo'lsa, o'zidan astatik qoldiradi va parda ustida nalyut hosil qiladi. Qancha ko'p tomizsangiz, shuncha nalyut ko'p bo'ladi va parda ichki holatini ko'ra olmaymiz, qancha suvli qoldi, suvli bormi, yo'qmi. Ikkinchi notarapi Floxadex u sostavi antibiotikdan tashkil topganligi uchun o'ta nalyut hosil bo'ldi va gribok rivojlanish ehtimoli ko'payadi. Levamitsitin spirtni maslahat bermasligim, Levamitsitin spirt tanada kuchli og'riq bor joyga suvroq narsa qo'ysa, yiring bor joyda yoki otyoq bor joyda og'riq kuchayib o'tish ehtimoli bor. Ko'p bemorlarni kuzatganman, o'sha ostri paytida kelganda Levamitsitin spirt qo'yganimizda og'riq battar kuchayib ketganini ko'rganmiz. Buni holatda tavsiya bermayman Levamitsitin spirt. Otyoq ketgandan keyin, nisbatan qizarishli og'riq ketgandan keyin Levamitsitin spirt qo'ysa zo'r effekt beradi.